Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz travertin haqida bo'ladi. Ko'pchilik buni narxlarini so'rashgan ekan. 2026-yilda bu narxlar qanaqa bo'lyapti? Hozir birma-bir shu bilan tanishtirib o'tamiz. Travertin nimalardan iborat deganlar uchun ikki slok travertin bo'ladi. Bir slok polirovka, ikki slok lak bo'ladi. Issiqqa, sovuqqa chidamli bo'ladi. Ustidan yog'ingarchilik bo'lsa, suv yoki loy hamma narsaga chidaydi. Bemalol yuvib olsanglar bo'ladi. Agar mabodo kimga travertin xizmati kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Agar qo'shni davlatlar, mana bu Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan kuzatadiganlar bor ekan, ular ham murojaat qilishaversin, borib sifatli qilib bitirib beramiz.